Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ro'za Ramazon kunlarida charchamayapsizlarmi? Mana bizda ham yana bir marta qaytyapmiz sizlarga va natijalar bilan qaytyapmiz. Xo'p, meni taniysizlar hammanglar. Bu Numinor va bu bolani ismi Shahzod, bu bolani ismi Husan. O'sha yolg'onchi bola, mana yolg'onchi ko'zlar bilan turibdi. Ammo lekin biz bugun pullik natijalar emas, bilimlik natijalar haqida gapiramiz. Xo'p, demak, Husan Ahmadjonov Husan Teslani oliy darajada topshirib 44 ball, ya'ni 46 ta savoldan 44 tasiga to'g'ri javob berganlar va Shahzod Nigmanov Shahzod 46 ta savoldan 41 tasiga javob to'g'ri, 42 tasiga to'g'ri javob berishdi. Bu yigitlarimizni bugungi kunda imенно forex bozorida, moliyaviy bozorlarda bilimlari oliy darajada deb men o'zim shaxsan hisoblayman. Meni shaxsiy fikrim. O'ylaymanki, shu yerda o'tirgan barcha bolalar meni fikrimga qo'shiladi. Siz ham keling Numinorga, natijalarga erishing va bir kunmas bir kun siz ham shular qatori turasiz. Tabriklayman yigitlar. Joninglar sog' bo'lsin. Qanaqadir shikoyatlar, nimadir yoqmadi Numinorda, yo nima yoqdi? Bir ikki og'iz gap. Ne, все классно. Все классно. Да. Yoqmaydigan narsa yo'q Numinorda. Yoqmaydigan narsa yo'q. Вот. Shunaqa gaplar do'stlar. Yoqmaydigan narsa yo'q, все классно. Numinor.